o'tib ketgan kun uchun 1000 so'm ham, 2000 so'm ham penya to'lamaysiz. Kreditdan zerikkan akalarimiz uchun bu videoni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Mirzohid aka ajoyib yangi uyni yetkazdingiz. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Rahmat. China Motors'da yangi ochilgan avtosaloniga yetib keldik. Mirzohid akam boshchiliklarida aziz obunachilaringizga yetkazmasak bo'lmaydi uka. 10 kun o'tib ketsa ham, 15 kun o'tib ketsa ham 1 so'm ham penya to'lashmaydi. Shunaqa. Ana shundoq. Va bu avtomashinalarga rassozga ochildingizmi aka? Shunaqa. Gap yo'q. Aka bitta salomlashib olsangiz videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum China Motors muxlislari, avto olam podpischiklari, kuzatuvchilari. Xo'p, China Motorsda uzoq kutilgan, uzoq desa ham qara, mijozlari shu gapiraverishda oxiri shuni majbur bo'ldik. Majbur ham bo'ldik emas, xalqning foydasi. Biz faqat xalq foydasi uchun xizmat qiladigan shaxslarmiz. Xo'p, xalq uchun bo'lsa xalqqa deydi-yu. Jack X200 shu kunlarda buni talab oshib boryapti va shu bilan birga xalqqa yanada oson bo'lishligi uchun bunga biz endi rassrochka variantini yo'lga qo'ydik. Rassrochka qanaqangi bo'ladi desa, kechikkan kunlar uchun penya yo protsentlar tug'maydi. Bu aynan siz uchun, misol uchun ko'pchilik aytardiki, kechikkan kun uchun penya bo'lish bormi? Yo'q, bunga penya bo'lmaydi. Xo'p, assortiment bo'yicha muammo yo'q. Ana endi uni tartibini tushuntirib beramiz. Jamshid aka, birinchi o'rinda avtosalonimizning bitta lokatsiyasini tushuntirib ketaylik, yangi joyimiz. Nima deysiz? Xo'p, avtosalonimizning yangi joyi bu yoqda orqamizda Aysel bor, Aysel tamojniy sklad bor bu tomonda. Bu yoqda zapravka, xullas qalon Sergeli 4 bu. Sergeli 4. Sergeli 4 da. Ali hokimiyat tomoniga qaradi bu tomoni. Mana bu tomonda hokimiyat. Ha, hokimiyat bu tomon, orqa tomoni. Shunaqa. Bo'ldi. Xo'p, akalar rassrochka juda ham ko'pchilik akalarimiz so'rashdi. Hamma modellarga rassrochka ochilyapti, nimaga China Motors ochilmaydi degan savol uchun va nihoyat ochildi aka. Shunaqa. Lekin soni chegaralangan. Ayni bundan foydalanib qolish kerak har qanday holatda. Imkoniyat borligida foydalanib qolish kerak. Hozirgi kunda brendini aytmayman, sizlar aytgan o'sha avtomashinalardan 2 barobar arzoniga Jack X200 avtomashinani bemalol sizlar avtosalondan olib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa. Aka narxi necha pul turadi buni? Xo'p, bularning narxi turiga qarab, bu bortoy bo'lganligi uchun 248 million 248 million 640 ming. 248 million 640 ming so'm. Hozir necha pul bilan rassrochka qilib beramiz? Buni rassrochka etapini tushuntirib beraman. 50% to'lov qiladilar. Xo'p, keyin yarmisini to'laydilar. Keyin qolgan yarmini 13 oy, maksimum 13 oyga bo'lib to'lash bilan to'lanadi. Biz hisoblab ko'rdik, shunda oyiga 9 million, 9,5 milliondan chiqadi. oylik to'lovi. Oylik to'lovi 9,5 milliondan chiqadi 13 oyda. Aka, ani ustiga narx qo'shiladimi? Yo'q. O'sha o'zini narxi. Yana aytib o'tish kerak, haqiqatan ham zo'r savol bo'ldi. Oldin qanaqa bular rassrochka e'lon qilinardi. Mashina misol uchun 100 so'mlik bo'ladigan bo'lsa, rassrochka 130 so'mga aylab qoldi. Yo'q, unaqa emas azizlar. O'zi narxi qoladi, 50% ni to'laysiz, qolgan 50% ga 13 oyga bo'lib to'lash, hech qanaqa penyalarsiz, foizlarsiz. 13 oyga penya va foizlarsiz avtomashinani o'zini narxini, tan narxini bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Bular nechta tonnacha yuk oladi Mirzohid aka? Tak, kitob bo'yicha gapiradigan bo'lsa 2 tonna 100, lekin aslida 3 tonnagacha yukni bemalol tortib ko'tara oladi. Aslida 3 tonnagacha yuk olaveradi bemalol. Rullari ham juda yumshoq bo'ladi avtomashinada. Do'stlar, shopiri charchatmaydi sidinlar ko'rayotganmiz. 3 ta mixtalik ko'rayotganingizdek, korobka 5 talik mexanika bo'ladi. Konditsioner hamma bo'ladi. Hammasi bor. Xo'p, aka buni zavodskiy gazliklari ham bor-a? Yo'q, bularda zavodskiy gazlik yo'q. Buni bitta imkoni bor, chunki bu mashinalarni baribir polibom gaz qo'yiladi. Gazlik o'zimizda bor. Agarki siz gazni o'zimizdan qo'ydiradigan bo'lsangiz, o'sha paytda garantiyadan chiqib ketmaydi. Bularda garantiyamiz bor, 3 yil yoki 100 ming probegda. Shu garantiyani qo'ldan boy bermaysiz. Xo'p, narxlar bo'yicha, gazni narxlari bo'yicha kelishadigan bo'lsa, ko'cha bilan bir xil, qimmat yoki arzon degan narsa yo'q, bir xil. Foydalanib qolish. Ko'cha narxida olib ketishadi. Ha, shunaqa. Voy, gap yo'q. Xo'p, aka, bularning narxida qancha o'zgarish bor? Nimasi? Bu bilan bunimi? Ha. Xo'p, bu 248 million bo'ladigan bo'lsa, bu 275 million. Hop, Keyin bitta tentovkamiz bo'ladi, 253 million. Shunaqa narxda. 253 million so'm. Hop, shu umuman 4 xili bor buni. 220 millionlik faqat shassini o'zi bo'ladi. Keyin 234 millionlik, keyin 254 bor, 270 millionlik. Shu ish qilib shu 3 xil 4 ta sortimenti bor, ha. Xo'p. Do'stlar, xohish o'zingizda. Atak salon palovlari hamma dizayni bir xil. Faqat bortida, yukida farqi bor, aka. Shunaqa. Boshqa tomonlarda umuman farqi yo'q. Usta ko'rayotgandek. Hozir
Necha xil modelga rassrochkamiz ochildi? Mirzo aka? Hammasi shu jakni gruzovoylarini любойni kelib tanlaydilar. Hech qanaqangi misol uchun penalas o'zini qilib beramiz. Xo'p, оформленияsiga ketadigan vaqtni ham bir aytib o'tish kerak. Maksimum 1 kunda ketadi. Nima uchun deyilsa, 50% to'langandan keyin uni oldida sug'urta to'lovlari bo'ladi. Keyin GAI bilan nomer olishi hammada bor. Ya'ni nima bo'lishi, boshqa xarajatlar yo'q. Prinsipi yo'q-da, uncha katta xarajat bo'lmaydi. Faqat bitta katta xarajat, shu 1,5 million sug'urta to'lovi bor. Sug'urtasi bor. Shu 1 kun vaqt ketadi, 1 kunda rassrochkaga olib ketasiz. 1 kunda olib chiqib ketishadi. Aka 12 ta viloyatdan kelsa bo'ladimi yoki viloyatdagi filiallaringizda ham davom etadi? Kelaverishlar shu yoqqa. Pastda nomer turadi, telefon qilishsin, menejerlar xizmatda bo'ladi. Gazini bosamiz, xizmatingizda o'zimiz bo'lamiz. Akalar bemalol kelib bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Jaklagachi aka bularga. Jak M3larimiz, Aha. bularning jak M3larni oq va qora ranglari sotuvda mavjud, muammosi yo'q. To'lov qiladilar. Bularda 5% lik skidka ustida turibdi. U qaysi desangiz agar siz 100% to'lov qilaman desangiz, o'sha paytda sразу 5% skidka tushadi. Bu 204 millionmi shunga aylanardi. Короче, nomer bilan telefon qiling, menejerlar aniq va tiniq narxini beradi. Bu qaysi modellarga desak M3 ga amal qiladi va pikaplarga amal qiladi. Pikap va M3. Pikap M3 ga, ha, shular 100% to'lov qiladigan bo'lsalar, 5% chegirib, ha, Jack Sandreyga. Yo'q, pikap yo'q bu yerda, Jack Sandrey bilan M3 da. M3. To'lov qiladigan bo'lsalar, 5% skidkasi ustida. Yaxshigina skidka chegirib olib bo'ladi. Naqd pulga shunaqa. Ha, shunaqa. Bularni bemalol B kategoriyani o'zi bilan hadasanglar bo'ladi, akalar M3 larni. Bu ham gaz pazli bo'y narsa o'rnatsa bo'ladi. Xo'sa, rassrochkachi aka? Bularda rassrochka yo'q, lekin avtokredit bor. Avtokredit ham agar skidkalik qiladigan bo'lsangiz, uncha yutqarmaysiz. Qilishmaydi. Akalar barchanglarni China Motors yangi ochilgan Sergeli Tour hokimiyat orqa tarafidagi mana bu avtosalonda kutib qolamiz. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mirzo aka o'zingiz xudo xohlasa shu yerdasiz. Aka, Shuni xizmatda bo'lamiz. hujjat ishlarida yordam qilasiz. Albatta, biz xalq xizmatda.